Mana bugün 22 aprel Samarqand viloyati Tayyara tumanida super elita navlari Krasnodardan kelib ekilgan. Mana sug'orish tizimini to'liq ishga tushiryapmiz. Yomg'ir ham yog'yapti. Mana ko'ryapsiz. Mana shu Krasnodardan kelgan super elita navlari ve to'liq sug'orish tizimini ishga tushiryapmiz. Mana shu yerda Al-Buxoriy, mana bu yerda esa dirijor ishlayapti. Mana sklajin hozirmoqchi bo'lyapti shu yerdan. Mana to'liq turbalar kelgan. Turbalar sklajin qoldiryapmiz. Bunda qilishlarimizdan maqsad g'alladan yuqori hosil 100 sentr gektarga 10 gektar 10 tonna olish ve sifatli urug'li buğdaylar yetiştirish uchun mana shunaqa xarajatlar qilinmayapti. Bu xarajatlar hammasi texnologiya, to'liq gos standart asosida bajarilyapti.